2020 yil g'oyalari bilan 2026 yilda boyib bo'lmaydi. O'zbekiston bozori juda tez o'zgarib bormoqda. Bugun pul tikish kerak bo'lgan 3 ta sohani ko'rib chiqamiz. Birinchisi, buyurtmalarni berish punktlari. Bu uzun Walbers hamda xalqaro platformalar mahallalarning ichlarigacha kirib boradi. Bu hozirgi kundagi mini supermarketlar desak ham bo'ladi. Lekin risk kam, har yili 40-45% o'sishga erishishingiz mumkin. Eng muhimi, to'g'ri lokatsiya tanlash kerak. Ikkinchisi, yashil energiya. Elektr narxlarining oshishi hamda yetishmasligi quyosh panellariga bo'lgan talabni juda tez sur'atlarda oshirib bormoqda. Elektr energiyasini yaratish, aynan quyosh panellarini sotish emas, unga xizmat ko'rsatish hamda uni o'rnatishda katta pul bor. Shuningdek, davlat ham yaqin yillar ichida bu sohaga katta subsidiya ajratmoqda. Uchinchisi, qariyalarni parvarishlash xizmati. Bu bozor deyarli bo'sh. Qariyalarga xizmat ko'rsatish hamda qariyalar uchun ixtisoslashgan servislarni yo'lga qo'yish yaqin yillarda eng qimmat bizneslardan biri bo'ladi. Riski baland, lekin juda ham daromadli. Yangi oqimga qo'shilishga tayyormisiz? Sizningcha 2026 yilda yana qaysi sohalar trendda bo'ladi? Fikrlaringizni izohlarda yozing, tahlil qilamiz. Tayyor biznes sotmoqchi yoki olmoqchi bo'lsangiz, izohlarda plyus qoldiring.